445 mi? 445 verilmiş. Fark etmez. Dastlab naqdga boraman. Shunday hisoblayman, bilasizlar. Olib kam bo'ldim kechqurun, qulog'ingiz qarang endi Gulnora suyli ko'p ichirasizlar, mana shu suyli ko'p ichirasizlar. Ketaveradi, piskamol berasizlar, xo'p. O'zida kecha qildinglarmi o'zi? Qilib qo'yasizlar. Qorin bo'shlig'i toza bo'lsa, chunki baribir o'rtada tez qilinganda keyin o'ynadi. Yaxshi. Aslida qo'l ko'rishga qo'l to'lsa, vaqtda tepkisiga vaqtda bular shuncha komfort ko'raysizlar, uyga shoshadi. Siqilib ketarkan deb aytsin. O'zbek ayoli shunaqada yotib o'rganmagan. Mosh tushaydi. Ular boshqa turibdi. O'bla qo'yaman. Zo'r ayollar. Sog' bo'ling. Siz uchun xursandman. Kasal bo'lmasangiz. Tak, men bilan Xudo xolasa keyingi hafta ko'rishamiz. Xo'p? Ну, ungacha baribir на связи, хорошо? Связи bo'lib. Ana Skype-ga. Yaxshi, faqat oyoqni bosmadan suyli ichishingiz kerak. Хорошо, suyli ko'p ichishingiz kerak. Men aytib qo'ydim. Hozir o'sha dimlanib qolganiga aniq belgi chiqqan, lekin ichib haydashingiz kerak. Nima ichib tashlashni? Ana to'g'ratganimizda mashinani to'ldirishayotgan ekan-ku endi. Stol yo'qmi? Yo'q, Stol bor. Albatta to'ldirishayotgan. Bilmayman, borgan sari shunaqa bo'lib ketyapti. Masalan, qilishdi Dildora opa. Gepatit borligini aytmasdan. Yo'q, topshirtirishmasdan qilishimiz. Hazillashib. Keyin men hozir topshirilardi-ku, to'g'rimi? Biz harbiy topshirtiramiz. Mana bunaqa narsaki, Ana orqalarga nima qilish? Ana boshqa bor edi-ku, kitob tashiyman, kitob tashishadi. Hozir klasterga qo'yib, tajribaga ketmayapti, nomer yozmayapman. Buni qatdan bilasan? ketma-ketlikda qo'yadi. 1dan 5gacha. Yo'q, qanday to'lami? Svet yo'q ekan. Yeymiz. Bo'ldi, qimmatingiz deb. Yaxshi. Yaxshi natija qilib beribdilar lekin. To'yingiz nechinchi yil bo'lgan? Demak, endi implant qo'yamiz. Bu qizimiz bitta farzandli bo'ldilar. Hozir dam olisharkan. Shuning uchun implant tanladim. Qo'yamiz, kuzatamiz. Thank you.